Yo'q, bismillah. Mana do'stlar, qadrdonlar, sifatli mahsulot so'raganlar uchun sifatli joyini topib qo'ydim. Hattoki bu boshqa usta akalarimizga qaraganda sifatligini bitta tekshirib beradigan bo'lsak, mana bu yerga qo'yilgan turbalari ham 32 lik emas, 40 lik turbalardan foydalangan va mana bu joylarga qo'yilgan turbalar bo'ladigan bo'lsa, Divino, ya'ni ichkariga ham yana 20 lik turbaning ichidan 15 lik turba tiqvorilgan. Bu degani mana shu eng kuch keladigan joyiga ham yuk tushganda egilib bukilib ketmasligini ta'minlab beradi. Biz bugun xudo xolasa Farg'ona viloyati Uchko'pirga kelganmiz, ya'ni stullarni bog'iga kelganmiz. Dehqonchilik, shunga narxlar arzon bo'lib ketadiganligi uchun bitta xalqimizda, ya'ni vodiydagi, vohadagi obunachilarimiz narx-navolarni bilsin, ehtiyoji bo'lsa xarid qilsin degan maqsadda chiroyli obzor qilyapmiz. Ustoz kanaliga bittadan like bosib obuna bo'lib qo'ysalaring, narx-navolarni yoritib beramiz. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling. Tanijon sog'. Charchamaysiz. Eng kamida sizni ko'tarish kerak, shuning uchun baquvvat qilyapsiz. Yo'q, a'lo darajada. O'ylagan Zo'r. Xo'sh, havasini maza ishlasin degan maqsad. Yo'q. Bu yerda nima mahsulotlar bor? Bu yerda stullar bor, kechilalarimiz bor. Stullarimiz necha xil variantlari bor? Bitta ko'rsatib so'ramiz. Hozirgi tayyorlarimiz 3 xil variantlarimiz bor. 3 xil. Qaysi? Deko, Cobra, Isabella. Tushunarli. Zakasga amaratlar ham tayyorlab beramiz. Amarat, aligator tayyorlab beriladi. Meni e'tiborimni jalb qilgan narsa mana buni qaranglar. Endi kafe barlar uchun yoki misol ochiq havoda chanqa qog'izgan bu narsa ketadigan ikkita do'st yoki shu er-xotin o'tirib suhbatlashgan juda ham chiroyli. Mana ikkita stoli, bitta mana bunday kichkina xona deymiz yoki mana bu holatlari yoki mana eng arzon variantlari juda ham chiroyli. Buni bitta ko'radigan bo'lsak mana shu stulchani ustida o'tirib $1,000,000 kishilarni hal qilsa bo'lar ekanda. Bemalol sirat. Zo'r, gap yo'q. Bu narsani qo'yib ichsa ham bo'laveradi. A'lo darajada. Birinchi mashinadan boshlaylik bo'lmasa aka. Mana shu Deko deb nomlanadi stolimiz va stolchamiz. Deko stol nomi 2 kishilik deyiladi. Pulimiz ham juda chiroyli ekan. Kalyonni bo'ladi. Kalyonni o'yna, o'chmaydigan mana. Qo'yib olmayapti. Zo'r. Ishlashiga ahamiyat beradigan bo'lsalaring, umuman kamchiligi yo'q, juda ham chiroyli tikilgan ekan, to'qilgan ekan. Bunimiz nech pul endi? Bir komplektda nechta bo'ladi? Narxi nech pul? 2 kishilik Deko bo'ladi bu. 1 million so'm bo'ladi. Mana shunisi. Mana. Zo'r, gap yo'q. Deko komfortdan tashkil topgani. Bu Deko komfortimiz 1,5 million so'm bo'ladi. Ikkitasi taxonchasi bo'ladi. Zo'r. Endi amaratimiz. Amaratimiz 2 million so'm qilib beryapmiz uni. Ikkita stoli, taxonchasi, lekin amarat stolga qaraydigan bo'lsalaring, bu hozir yassichalar qo'shib beriladi. Albatta. Shuni inobatga olinglar, hozir ayrim sabablarga ko'ra yassig'i yo'q ekan. Mana kichkinasini qo'yadigan bo'lsak ham juda chiroyli mana. O'zi aslida buni nima deymiz, yassichalar katta bo'ladi. Mana shu bo'yli bo'ladi, yostiq bo'ladi. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin. Mana shunday qo'shib beriladi. Bundan tashqari kachalarimiz bitta deylik. Bunimiz nima edi nomi? Isabella. Trendga chiqqan fasollardan. Bu hozir eng trendda narsa bu. To'qilishi ham chiroyli-da buni. O'tirishga ham de. Qulay. Udobniy narsa-da. Nima uxlab qolsam bo'laveradi. Albatta. 1,8 million so'm sotyapmiz. 1,8 million so'mga, bunisi 2 million so'm, 1,5 million so'm va 1 million so'm. Bundan tashqari endi kachalaylarimiz. Rostdan ham mana shu tagiga turba qo'yib yuboryapsizmi aka mana? Albatta. Bitta ko'rsatamiz. Mana endi asosan yuk tushadigan joy mana shu joy ekan. 20 lik turbaning ichiga 15 lik turbani tiqib yuboryapsiz. Turbani tiqib, ichidan proxodga qo'yiladi, mana shu turba qo'yiladi. Bu degani endi mana shu joyga bismillah bitta oyoqni qo'yib mana sakraydigan bo'lsa ham hech narsa qilmaydigan variantidan bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin emas. A'lo darajada. Prujina ko'tarsa bo'ldi, ko'taraveradi 5 kilogacha. Zo'r. Prujina uzilib ketmasa, temirlarimiz uzilib ketmaydi. Sababi toza uchlik stinadan bo'ladi, temirimiz. Bunimiz. Yo'q. Endi tagi 40 talik bo'ladi bular. 40 talik. Buni ham endi katta bo'ladi, yiqilib ketmaydi. 32 lik ham qo'shyapsiz, lekin siz 40 talik qilyapsiz. 40 talik qilamiz. Tushunarli. Mustahkamroq bo'lsin deganda, endi xalqimizga ko'proq xizmat qilsin degan. Qarang, buni endi qanaqa ranglari bor hozir? Buni hozir moloshnimiz bor, xurmo bor, mokriy bor, choko bor. Narxiga ta'sir qilmaydi aka. Yo'q, rangi o'zgarsa narxiga ta'sir qilmaydi. Rasmlarimiz ko'p. Necha pul qilib oldik bo'lmasa aka? Obunachilarga. Buni yo'lda olib ketishadi 1,4 so'm. 1,4 million so'm joyida. O'zi olib ketishadi. Endi dastavkasini qilib bering, bosh og'riq bo'lmasin desa, dastavkasini qilib beraverasiz. To'lashadi. 700 ming so'mdan. Tushunarli.
Zo'r. Dastavkasini qilib yuboring desa, xohlasa o'zlari yo'l kirasini o'zlari gaplashsin, yo o'zing bizga g'ishtava kerak emas, 1,7 ming beramiz, olib kelib bersa, xudo xohlasa o'nak viloyatga olib borib beramiz. Zo'r. 5 ta kampirlik olganga. 5 ta kampirlik O'tib berasizmi dastlabkani aka? O'tamiz. Ha? 5 ta kampirlik. 5 ta kampirlik olsa, albatta o'tib beriladi. Zo'r. Mana bo'lar ekan, qadrlar. Endi qarang. Shu do'koni bor akalarimiz 3-4 so'm ustiga qo'yib sotaman desa, necha pul qilib berasiz? Uni telefonlasak aytamiz. Ha, hozir aytib qo'ymayman-da. Zo'r. Chunki bittaga oladigan aka ukalarimiz ham mana shu narxda berasan deb turib oladi-da, to'g'risi. Xo'sh, Dekodim nomlangan, endi trendga chiqqan aka bu ham. Bu trendda Bu nimaga trendga chiqqan deyishlari mumkin? Narxi eng arzoni va yaxshi. Hamyon bor. Misol mehmon kuzatgani ham yaxshi, bundan tashqari bitta oilaga ham yaxshi. Narxi ham hamyon bor. Bunimiz hech bir tagiga o'rnashmabdi. Ay, yer palatas. Yonini bosib qo'ying. 2,5 million so'm. Mana kulatga dastavka ichida. Dastavkasi tekin. Agar mana shu joydan olaman deydiganlar bo'lsa, 2 million 200 ming so'm. 2 Optim oluvchilarga yana chipchi yo'l. yana tushib beriladi. Albatta. Zo'r. Gap bo'lsin. Endi buni 6 talik, mabodo 8 talik kerak desa necha pul qiladi? 8 sallarimiz mana bor, 8 sallarimiz. Ha? 3,5 million so'm. 3,5 million so'm. O'zbekiston bo'yicha. Ha, chetdan olib kelsa 3,200. Ha, 1 million qo'shilar ekanda. Zo'r. Bular rangini farqi yo'q. Xolasangiz maloshin desa ham qo'yib beramiz. Ranglarning farqi yo'q. Zo'r. Endi mana bu Deko deganimiz yoki mana bu Deko Comfort. Kobra ham deyiladi, Deko Comfort ham deyiladi. Bunimiz necha pul endi? Kobramiz. Bunimiz 4,5 million so'm. Aha. Dastavkasi ichida. 8 taligi. 8 taligi. 6 taligichi? Endi buni 220 lik xoni ham bor-da. Bu 2 metrlik xonda turibdi hozir. Ha, kichik. 4,5 million so'm. To'g'ri. Keyin 220 lik xonda 4 million 600 ming so'm bo'ladi. Tushunarli. Bizniki orqasini ko'ryapsizmi? Orqasi to'liq to'qilgan. Ha, to'g'ri. Dona, chiroyli to'qilgan Orqasi ekan. ochig'i ham bor-da buni. Ha. Buni oldiga o'xshatib, orqani ham to'q qo'yganmiz. Tushunarli aka. Oldi orqa bir xil bo'lsin deb. Yo'q. 8 taligi. Aha. Bu 6 taligi. Mana. Juda ham chiroyli. Xurmo rang bu. Bu xurmo rangimiz. Juda ham chiroyli. Bundan tashqari qaranglar, oyoqlariga ham divoynoy turbalardan foydalangan. Sababi endi yuk ko'tarsin, ko'proq xalqimizga xizmat qilsin degan maqsadda. Keyin ham mana serialari bor aka. Issiq damni cho'zilib, boshqa bo'lib ketmasligi garantiya kafolat bormi? Sovuqlik kunida o'zi reklama qilyapti turganda aytyapmiz, sovuqda qolib ketsa ham bo'laveradi, quyoshda qolsa ham bo'laveradi deyapmiz-da. O'zi aksariyat tashqari ochiq havoga qo'yishyapti-da buni. Uyni ichiga qo'yishmayapti, to'g'risini aytamiz. Lekin uyni ichiga qo'ysa ham bo'ladi. Nimasi yo'q, hech qanaqa. Terasa borda kalsiysi, xudo xolasa kalsiylar hamma JJda qo'shiladi. Agar shunaqa holat qo'shilmaganda, bunday bossangiz sinib ketish kerak. Uzilib ketadi. Sinib ketishi to'g'ri. Navoda tirri uzilib ketadi, boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa, biz buni qaytadan remont qilib beramiz yoki yangi stul usul beramiz. Muammosi yo'q. Sababi biz o'zimiz chiqarmasak ham serioni garantiyali olamiz. Zo'r. 3 yildan 5 yilgacha garantiya olamiz. Ha, misol 90 ga 160 xona bo'ladi buni. Buni 92 metr xona bo'ladi. Tushunarli. Dekoniga ham 92 metr xona bo'ladi. Ki oyoqlarini ko'ring mana. Oyoqlari 25 talik shirok oyoqdan bo'ladi. Xontaxtan oyog'i. Ha, 20 lik emas aka. Mana o'ziniki bunday oyoq bo'ladi. Stulda oyog'idan. 20 mi hozir bu? Bu 25 talik bu. Zo'r, tushunarli. Shundan ham e'tiborga olib qo'yinglar akalar, ukalar, qadrdonlar. Mana bunimiz endi Izabella fazo. Meni ishqos qo'ydi aka bu. Ham rang jihatdan mana mokri. Hozir o'zi darvozani ham mokrisini qo'yishyapti, ha? Trendga chiqib ketdi. Misol, eshikron qo'ygisa ham mokri eshikron qo'yishyapti. Tunika qilsa ham tomga shipirga mokri qilyapti. Shuning uchun mokri trendga chiqib ketdi. Zo'r. Mana shu nimamizni o'zim olsam necha pul qilib berasiz? Yo'lda deb aytdim aka. Endi o'zingiz olsangiz endi hali o'zingiz ketaman. Yo'q, akamiz mana. Yo'q, necha pul qilib berasiz? Buni nari 5 million so'm Samarqandga dastavkasi. Aha, 5 million so'm. Obunachilar ozgina degan bo'lsa 300 ming so'm o'tib beramiz. Tushunarli. Buni 6 talik. Ha, o'tadigan oxir taqilgan narxlari bu. Ha. Buni oshirib olib sotib bo'lmaydi. Tushunarli. Buni hozir oshirib olib sotadigan bo'lsak, bizda masalan savdomiz bo'lmay qoladi. Tushunarli. Endi sifat ham o'shanga yarasha. Ha, sifat o'shanga yarasha. Maqsad ketgan pul hamma yo'ni xarajat hisoblanadi-da. Tushunarli. Ko'p olganga endi chak-pichak yo'lini qilib beradi. Ko'p olganga u уже yo'lini qiladi. Bo'lsa, ko'p oladiganlar bo'lsa telefonlasak, zo'r. Albatta yo'l bo'ladi. Endi 8 talik ham bormi buni? Bor mana. Bu cho'ko rangi bu mana o'shani. Bu cho'koya bor trendda hozir. To'g'ri. Bu oddiy rang. Bu 8 talik bo'ladi, agar bitta stul sig'may qoldi. 8 talik bo'ladi. 90 ga 220 xom bo'ladi. Va bildam kashaylar buni ko'rinib turgan bo'lsa,
Bildim geçenlerde 2 tadan berilgan bularga. Chotki xudo xolasa. Buni 7 million so'm Samarqandgacha ichida dastlabki. 7 million so'm. Chetdan olsa 300 ming o'tib beriladi. Agar chetda shuni olaman desa 300 ming so'm, shuni 400 ming o'tib beraveramiz. 400 ming. 8 salik. Zo'r. Hisob borda buni. Gap yo'q. Chip hisob bor. Tushunadi. 400 ming so'm o'tib beraveramiz. Bo'ldi. Mabodo chetdan olsa 500 ming o'talmasa, men ham bitta boraman. Men oldim nima obunachi oldim mana. Sizdan chiqsa bo'ldi. Barakasini olib qo'ydim. Akalar paytida misol 600-700 dollar sotilgan, 800 dollar ham sotilgan, misol 1000 dollar sotilgan, to'g'risi ham-da. Paytda shuna bo'lgan. Bundan tashqari keyin misol hozir bu dehqonchilik joyida turibdi-da. Agar shaharga yoki shahar atrofiga yoki do'konlardan so'rasangiz, bunaqa narxga umuman berilmaydi. To'g'ri. Bu biz o'zimiz ishlab chiqarganmiz. Bitta narsani aytaman. Misol pastlariga o'sha sun'iy gazollarni qo'yib, bitta mana shuni o'zining bloger akalarimiz bor. Shunaqa reklama qilyapti. Uyida stoli bor odam ham atmosfera yonidagi joylarni ko'rib olgisi kelib olyapti. Lekin bir xil narsa. Shuning uchun mana bu joyimiz ozgina ko'rimsiz bo'lgani bilan stulni baribir uyingizga olib borib qo'yasiz, chiroyli joyga qo'ysangiz, haliga kачествоsi zo'r bo'lib turaveradi. Gap yo'q. A'lo darajada. Yana qanaqa mahsulotlar bor endi aka? Shunda endi hozir. Buni amaratimizdan bor. Amaratni ham shu stullarni qilib beraveramiz, ha? Ha, buni komplekt qilib beraveramiz. Zo'r. Mana 8 taligini 7,5 million so'm qilib beramiz. Ochig'i bor, bundaqa yopig'i bor. Bir xil ekalasiz. Tushunadi. Endi yopiqqa ko'proq nima ketgan? Yo'q, ko'proq ketgani, buni to'g'rishi osonroq. Biz uchun bir xil sotamiz. Tushunadi. 7,5 million so'mdan 8 taligini. 8 talik 7,5 million so'm. 6 taligini 6 million so'mdan qilamiz. Tushunadi. Ya bo'lishi mumkin emas. Endi faqat ikkita stol qo'shilsa, nag'i 1,5 million qo'shilyapti deganlar uchun xoni bormi? Xon taxtasi. Albatta. O'shanisi kengayib ketadi ancha. Ha, u katta bo'lib ketadi. Shu 4 kishilikka qo'yadigan narsa bo'lmaydi. Shuni ham e'tiborga olib qo'yinglar, ancha kengroq bo'ladi. Bugun manzil bitta to'shni aniqini aytaylik endi usta aka. Manzilim Farg'ona viloyati Kuybruk tumani, Pichoq qishlog'i. Kelishga imkoniyati yo'qlar, videoning pastdagi nomerga aloqaga chiqasizlar yoki Telegram bor-a? Telegram albatta. Telegramdan aloqaga chiqsanglar, rasmlarni, vibrlarni tashlab beradi. Menga mana shundan deb aytsalaring, bemalol dastlabki narxingiz bor edi, kelib olasizlar ham, zakazda tashlab beradi. Endi qarang aka. Biz endi O'zbekistonda ko'rishar, musofirda ko'radigan akalarimizga, misol o'zlari musofirda. Shu uydagilar bir xursand qiladi deydi-yu. Akalarimizga qanaqa bonus qilib beradi, bitta duo qilib qo'yadi aka. Chiroyli telefon qilsa. Qanaqa endi mana biz labzingizda olib aytib qo'yamiz. Chiroyli bo'lib. 100 so'mdan bir o'tib beralasizmi? 100 ming so'mdan. Bonus qilib beraman chiroyli. Aniq-a? Albatta. Otangga rahmat. Mana O'zbekistondagilarga bo'lsa, musofirdagi akalarimiz bitta duo qilib qo'yasiz. Otangga rahmat deb qo'yasizlar. Desa, albatta bonus bo'ladi. O'zlari endi kelishga imkoniyati yo'q. Musofirlarga deko oladigan bo'lsa, bitta deko stol qo'shib beraman. Ana. Biza belli olsa bitta stol qo'shib beraman. Deko stoldan qo'shib beraman. Zo'r. Har qanday stollarga bittadan deko stol qo'shib beraman. Qo'shib beraveradi. 6 talikdan yuqori olgan stol. Odam musofirda zo'r. Mana, kam labzini uzoq qo'y aka. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Qadrdonlar, ko'rgan kanallarimiz To'los kanali bo'ldi. Doimiy sifatli tajribali, qo'liga ustalar ishini olib chiqamiz. Eng avvalo biz o'zimizga ma'qul kelganini sizlarga ravo ko'ramiz. Shuning uchun o'zimizga ma'qul ko'rdik, ya'ni yaxshi deb bildik, shuning uchun olib chiqyapmiz. Aloqaga chiqinglar mana 1 million 400 ming so'mdan mana shu joyda 1 million 700 ming so'm dastlabkasi ichida. To'g'rimi aka? To'ppa-to'g'ri. Kachalaylarimiz, trendga chiqqan kachalay. Xudo xolasa, yana nima deymiz? Stol kerak bo'lsa aloqaga chiqsizlar. Kafega, bar, restoran, choyxona, shunaqa joylarga ko'proq olgan akalarimizga yana akamiz 3-4 so'm sunnatiga o'tib beradi. Aka, norozi qilmaysiz, xudo xolasa biz obunachilar. Norozi qilamiz, xohlasa. Zo'r, gap yo'q. Aloqaga chiqsa, videoga chiroyli like bosib obuna qo'yish esdan chiqmasin. Bu videoni uyda kachalarga yo'q, ratan stoli yo'q. Do'stlaringizga borib qo'ying. Xudo xolasa, hammani xonadonda mana chiroyli, fazli stullar bo'lsin. Tamom.